Hamma barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Voidcraft do'stlar. O'tgan videolarda esinglarda bo'lsa biz mana bu iskirt qishloqda to'g'rilayotgandim. Hop. Aytgancha zo'r yangilik aytmoqchi edim. Va do'stlar shunaqa maxluqlar meni qo'rqitishga harakat qiladi, lekin bir ursam manaqa osmonga uchib ketib qoladi. Hop. Qaranglar do'stlar. Men uyni qurib, balki naqalar ta'mirlagandan keyin manaqa qishloqliklar paydo bo'lib qoldi. Lekin yaxshi. Do'stlar, yaxshi ketyapti. Do'stlar, endi o'zimizga mayda golem qilishimiz kerak do'stlar. Bu videoda maqsadimiz golem do'stlar. Hop. Hech qaytdimi o'sha maxluqlar. Lekin uyimni ham bitirib oldim. Yaxshi chiqdimi? O'zingizlar kommentariyada baho beringlar. Endi mayda qilyotgandim. Hop. Men bularga hozir men deraza pishirib olay. Keyin esa bu maxluqlar ham bor. 3 ta mana shunaqa ko'rdim, 3 ta. Sizlar kuzatib turar ekan. Kuzatishdan mana yana ko'rdingizmi do'stlar, shunaqa kuzatib turar, lekin menga indamaydi. Hop. Mana qaranglar, ko'rqani o'rganamiz. Yaxshimisiz biratim? Endi kuzatyapsizmi? Men unday qarab turing. Men uychaman deb ketdi ana do'stlar, bunisi ham. Bunisi oq ham uchib ketdi. Bunisi ham uchib ketdi. Endi bular tashlanmaydi ekan, lekin qo'rqitib qo'yar ekan. Hop. Derazalar pishgan bo'lsa, men balki joylarga deraza qo'yishim kerak. Hop. Yaxshi pishdi. Men hozir bo'sh yonman endi. Bo'pti. Hop, menga deraza kerak. 16 ta qo'lni yetadi. Hop. Bu yerga qo'yamiz. Bu yerga derazasiz uy bo'lmaydi. Deraza bo'lmaydi. Ana. Bu yoqqa kerak bo'lsa ortiqcha narsalar boramiz do'stlar. Hop. Bir ikkita narsa kerak bo'lsa mumkin, lekin men aytganimdek bugungi videomizda golem yasaymiz do'stlar. Hop, bu temir kerak bo'ladi. Hozir qo'yib qolishim kerak men. Limonda bitta somon. Sizlarni oziq-ovqat ko'paytirib olib, o'zim kon topib. Hop. Agina qilaman. Golem kerak bizga. Axir golemsiz mo'minlargina qilib bo'lmaydi. Hop. Kim bor? Bitta hop. Endi bitta kon topish kerak. Kon. Qayerdan topsam ekan do'stlar? Hop. Topish kerak bitta kon. Do'stlar, iltimos kanalga obuna bo'linglar. Bu qayta keldi. Hop, nima desanglar? Men ertagacha 100 ta bo'lmoqchiman. Iltimos 100 ta bo'lishga yordam beringlar do'stlar. Hop. Kon topish kerak lekin. Lekin uxlab ham olish kerak-da. Bo'pti, bugunchalik bo'lsa ham. Hop, taporimizni yetdi. Hop. Algina qilib olishim kerak. Media. Bitta yog'och so'qsam. Agar bugungi videoda golem qilolmasam, status sivilizatsiyani yaxshiroq kuchaytirib deb qo'yamiz do'stlar. Hop. Iskirt maxluqlar ko'rinmayapti. Hozircha nima ko'rmayapti? Yo men duh pasayib qo'rqib qolishdimikin? Buni har xili borda. Biri oq, biri qora. Ikkita qorasi bor lekin do'stlar. Hop. Hozircha bu maxluq hech qayerda ko'rinmayapti. Uylarda ichida. FPS 52. Ona maxluq yana. Hop. Uxlab olmasam. Hop.
Ana ko'rdinglar, qani oldiga borib ko'ramiz. Qorong'ida ekanmiz. Приятель, mijimizni zo'rlari jajim ko'rinmay qo'ydik. Mana ikkinchisi hop. Bir uchib keling osmonga. Ana oqa do'stlar, mana oqa. Kuzatib turar, quvib so'rab bular yaqinda. Brat, sen uchib keling. Bo'ldi, bunisi ham ketdi demoqchi edim. Qochinglar, uxlab olay, uxlayim kelyapti. Uxlay, men ham odamman-ku. Yo'q. Albatta uxlashim kerak. Ha, Steve Popino. Koordinator, play. Menga kerak. Ana. Ikkinchi kun ekan. Ikkinchi kungacha boribmiz. Kitlar yasa olmasam. Oy. Haligina qilmaydi. Olsang, skeletlar yo'q tashaydi. Keyin o'zimga bitta anaqa fakal deyapman. Fakal qani? Ko'rmayapman. Ya buni fakal yasib borarkan, ko'rmadim men. Bo'pti. Uxladim. Hop. Mana uxlab turdik, bemalol endi. Mana yana o'sha egalar nima qilyapti? Osmonga bekardan ketishadi, qiynalib nima qilisharkan? Tepaga chiqib qo'yganiga qarang. Hop, ular o'zlari ketishadi. deb o'ylaganimcha yo'q, ular ketish kerak o'zi. Men ketmasam, ey sen ketasanlarmi o'zi bugun? Qo'ya. O'ycha. Senlar nima bilan eng kuchli joyga chiqib olganmisan? Ey, yo'qoltib turdim senga. Hop. Qishloqliklar yaxshi turibdi. Hop. Menga hozir endi temir kerak. Bo'lmasa, o'tgan videoda piramida voy. Hop. Qolgan narsalarim qayerdan topsamkan? Tagin haligina tinti bo'lardi. Asin portlatsam ekan. Portlatib tepaga bitta qochib ketadi. Zo'r g'oya. Hop, shartta portlatib. Yo'q. Portlatamiz. Ya erkak. Hop, bloklar qo'lga olish kerak. Bunisini ham bir. Qoch. Zo'r o'lib qoldim. Ya salom jit. Yo'q, mayda turdi. Avana ketadigan kuni ham bo'larkan. Yoki men o'lsam ketammikan. Bu bizning bir do'stlar birinchi o'lishimiz. Hali hech o'lmadim 3 kundan beri. Hop do'stlar, ana shunaqa mahluqlar. Keyingi safar do'stlar agressiv, nima deydigan agressiv so'zini ma'nosini do'stlar kommentariyada aytib ketinglar. Hop, keyingi safar ana qolgan modlar ham bo'ladi. Qurol modi xohlagan kommentariyaga yozinglar. Xohlagan modlarni qo'shaman do'stlar, kerak bo'lsa. Qani hop. Yaxshi ko'mir bor ekan. Temir. Zo'r g'oya kalla ishlaydi do'stlar. Bu yo'l temir ham kavlanganmi? Katta temir do'stlar. Qo'lda kalash kerak emas ekan endi. Hop, 4 ta temir bo'lsa biz bitta bo'lib 4 taligina qilishimiz kerak do'stlar. 4 ta blok. Hop. Agar chiqmasa kerakli narsalar pastga kalab ketishga to'g'ri keladi. Hop. Hop.
hop 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 hop. Yine bozam. İki hatta yine ekran çıkması zor bola. Kaçan çıkarken ende hop 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 hop. Sengisini koyup hemen hop şimdi takval hemen bunu hop dostlar bugün video to'xtataman nima deysizlarmeyin bittaga ketishim kerak edi. Hop do'stlar, hammaga xayr, ko'rganinglar uchun rahmat. Keyingi videolargacha ko'rishguncha do'stlar 40 ta bo'laylik, keyingi qismini chiqaraman.